Xitayning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi dunyo miqyosida tanqidga uchrayotgan bir paytda Xitoy hukumatı ziyankeşlikka uchirgan Uyg'urlarning arxivlari to'plangan sonliq ma'lumot ombiriga va Uyg'ur faoliyatchilariga tuhmat qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik axborot ishxonasining bayonotchisi Avstraliya strategiyalik siyosat markazi qurgan atalmish Şinjan sonliq ma'lumot qurilishi Jina Bunin qatorliqlar qurgan shohid dastori va dunyo Uyg'ur qurultiyi qurib chiqqan Uyg'ur adliya arxiv ombiri qatorliqlarni inkor qilgan. Xitoy bu sonliq ma'lumot ombirlarining Amerika va Avstraliyadagi Xitoyga qarshi kuchlar tarafidan moddiy yordam qilinganligini aytgan. Xitoy bayonotchisi Uyg'ur faoliyatchi Tahir Eminning ismini tilga ilib, Sharqi Turkistonchi unsur Tahir Emin deb atagan. Bayonotchi yana Uyg'ur faoliyatchilaridan Baxtiyor Ömer, Fatima Abdulg'afur qatorliqlarni tilga olgan. Uyg'ur faoliyatchi Tahir Emin bu vaqtda bu adliya arxivlarining xizmatlarining unumli bo'layotganligining bir isboti ekanligini aytdi. Yaponiyadagi Uyg'urlar Yaponiya şirkətleridən Sharqi Turkistondagi majburiy əmgəkdən naf oladigan Xitoy korxonalari bilan aloqasini tekshirishni talab qildi. Yaponiya Uyg'ur birlashmasi va Tokiodagi kishilik huquq tashkilotlarining biri bo'lgan kishilik huquq hozir e'lon qilgan birlashma bayonotida Yaponiya şirkətləri Uyg'urlarni majburiy ishlatadigan zavodlar bilan bo'lgan aloqasini surishtirishga chaqirildi. Ular bu yozma talabning Yaponiya elektron shirkati Sony va Toshiba qatorliq 14 Yaponiya shirkatiga avatilganligini e'lon qildi. Kyoto agentligi bu chaqiriq haqida bergan xabarida Uyg'urlarga qaratilgan besim oldida Amerika, Yevropa ittifoqi, Angliya va Kanadaning Beijing hukumatiga jazo yurgizganligini, ammo Yaponiyaning passiv pozitsiyada tutishining tanqidga uchraydiganligi ilgari surildi. Avstraliya tashqi ishlar ministri Maris Payne Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan sistemalik besim va qiynash haqidagi ayblashlar haqida ishonchli dalillarning borligini o'ttirg'a qo'ydi. Payne 7 aprel bayonot e'lon qilib, Xitoyning Avstraliyalik muxbirlarni Xitoyning Kamberadagi bosh elchixonasiga taklif qilib, Uyg'ur siyosatini oqlaganligiga qarata inkos qaytardi. O yig'inda muxbirlarga ko'rsatilgan senlarning dil aksicha Xitoyning Uyg'urlarga qarshi sistemalik parakandichilik va qiynash to'g'risida ishonchli dalillarning borligini tilga oldi. Payne dokladlarining Sharqi Turkiston rayonida ayollarni sistemalik qo'rlash va qiynash, shuningdek qayta tarbiyalash lagerlari, diniy bostirish va majburiy tug'mas qilib etish qatorliqlarning mavjudligini isbotlaydiganligini va Kanberaning bu masalaga davomli ko'ngil bo'ladiganligini aytdi. Xitoyning Kanberada turishliq bosh elchixonasining 7 apreldagi yig'inida Avstraliyalik muxbirlarga Şinjan yaxshi joy degan temada surat va sinlar ko'rsatilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning 7 Xitoy shirkatini qora tizimga kirgizganligi haqida bayonot e'lon qilib, Xitoy taraf qarshi tadbir qo'llanadi dedi. Ministerlikning bayonotchisi Javlijan qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida Washington hukumatining bu shirkatlarni qora tizimga kirgizganligi to'g'risida Amerika o'zining texnika monopolligi, hukmronlik o'rnini qo'g'dash va Xitoyning taraqqiyotini tezginlash uchun yana bir qatim davlat bexatarligi huquqini kengaytib, Xitoy shirkatlariga besim qildi dedi. Javlijan o'z davlatining Amerikaning pozitsiyasiga qat'iy qarshi turadiganligini bayon qilib, Xitoy taraf zarur tadbirlarni qo'llanadi va Xitoy shirkatlarining huquqi va manfaatini qat'iy qo'g'daydi dedi. Tönögün Amerika Savdo Ministrligi bayonot e'lon qilib, Shanxay yuqori iqtidorli universal tok yo'li loyihalash markazi, Quyosh yo'li mikroelektroni, Tianjin Fityum uchur texnikasi va 4 shahardagi darajadan tashqari kompyuter markazini qora tizimga kirgizganligini e'lon qilgan edi. Бېрмада harbiy siyosiy o'zgarish orqali saylangan hukumatni og'dirib tashlagan harbiy sud 19 kishini bir askarning o'lishiga mas'ul deb bahona qilib o'lim jazosiga hukm qildi. Bېrma armiyasiga tava Miyavadi televiziya kanalining xabariga qaraganda, bu 19 mahbusning 27 mart Rangonda bir askarning o'ltirilishiga mas'ul ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Bېrma armiyasi 2020 yil 8 noyabrdagi saylamda aldamchilik borligini bahona qilib, bu yil 1 fevral hukumatni egalladi. Hozirgacha Bېrmada bexatarlik qismlarining namoyishchilariga qurolliq aralashishi natijasida 618 odam qazo qilgan.